Bizni kuzatib turgan obunachilarimiz 2024-yil 26-oktyabr sanasida 3 yoshli Pink Lady Rozigulov olma bog'damiz. Hozir sizlarga mana mevani ko'rsatib beramiz. Mana bu Pink Lady Rozigulov mana olmamizda olgan hosili. Mana rangini ko'rib turibsizlar. Ranglari to'liq qizarib pishib yetildi. Terim jarayoniga tayyor. Mana holatini ko'ringlar. Mana bu boshqa tuplarini ham mana sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana agar video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmanglar. Agar kanalimizda yangi bo'lsalaring, podpiska bosib qo'ysalaring, har bir qo'ygan videolarimiz birinchi bo'lib sizlar ko'rasizlar. Kuzgi mavsumga Pink Lady Rozigulov olmani ko'chatlaridan ko'paytirib qo'yganmiz. Kimga ko'chatlardan kerak bo'lsa, nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Ko'chatlariga bemalol zakaz beraverasizlar. Ko'chat ekib berish xizmati, agronom maslahatlari, ko'chatlarni yetkazib berish xizmatlari, dastavkalarimiz yo'lga qo'yilgan.